dunyo chappasiga aylanib ketdi. Alhazar telbani omadi kulgan, aqli bor ish izlab yugurgan, yelgan, bilmadim bizlarga nimadir bo'lgan, dunyo chappasiga aylanib ketdi. Do'stlar, holimizga og'riydi ichim, mashhur jinnilarga indamas hech kim, Marg'iloniy haqni yo sen turmagin jim, qara ahvolimiz ne holga yetdi, dunyo chappasiga aylanib ketdi, dunyo chappasiga aylanib ketdi. She'rni davomini so'radi bu xalq. Yozilgan misralar yolg'on emas haq, qalbimiz qorayib tosh bo'lib ketdi, dunyo chappasiga aylanib ketdi. Zinosin sanaydi hijob kiyvagan, yonidagi zinokor soqol qo'yvagan, TikTokda qolmadi uni ko'rmagan, hijobli ijodkor ko'payib ketdi, xudodan qo'rquvchi yo'qolib ketdi. Bir-birin topishib fahsh efirlarda, na tarbiya na uyat bor o'g'il qizlarda, bog'dagi zinokor ayni shularda, ko'rib asablarim chidolmay ketdi, dunyo chappasiga aylanib ketdi. So'ramang, bularni yo'q ota-onasi, axir shular emasmi shayton bolasi, o'zi kabi uyatsiz aka, ukasi, shayton vachchalar juda ham ko'payib ketdi, dunyo chappasiga aylanib ketdi. Yalong'och chiqib olib sovg'a tashladir, pul uchun alhazar najosatni yer, qarangki shular ham o'zin sanab haqiqiy erkaklar kamayib ketdi, dunyo chappasiga aylanib ketdi. Menimcha TikTokka shayton in qurgan, bularni yo xudo yoki jin urgan, harom topib shundan ham ehson ham qilgan, ayrim TikTokerlar itday quturib ketdi, dunyo chappasiga aylanib ketdi. Shayton bugun oxir murodga yetdi. Asli shayton o'ylab topdimi bu internetni? Havorang o'zbeklar ko'payib ketdi, dunyo chappasiga aylanib ketdi. Bularning maktabi shu qivizida, la'natlar reklama chotki TVda, xizmat qilib bular shayton yo'lida, million dizayndek jamoalar ko'payib ketdi, dunyo chappasiga aylanib ketdi. Har bir hazillari 18+. Na ori bor bularni, barisi beyuz, sunnatni emas shularni suyyapmiz afsus, fahshni sevuvchilar ko'payib ketdi, dunyo chappasiga aylanib ketdi. Bahor, yoz bo'lmasin, bo'lsin qishu kuz, ko'chaga boqarman, bo'larman ma'yus, nahot shuncha ayolni erkagi dayus, uzun va qalin kiygan qizlar kamayib ketdi, yupqa va ochiqlar ko'payib ketdi, dunyo chappasiga aylanib ketdi. O'quvchilar sinfda yalab yulqashar, bir shayton tasvirlab elga tarqatar, ogoh bo'ling kelmoqda buyuk bir xatar, haqiqiy